Azizlerim, bugün şundan bir aldıraş günüm bo'pti ekan. Endi hozir birdan mashinada mushta birsini saqlab o'tirib qoldigan ishim bo'lib qoldi. Sizlar bilan birdan mundashqim keldi. Uyda mehmon bor bo'lganligi uchun bugun qattiq bir uy tozalagandim. Uy tozalash jarayonida cho'ng onamni shundan mijiq asildim. Har qaytam shunday tozalik qilayotgan chog'da har bir ishni qilgan vaqtimda cho'ng opamning gaplari esimga kirib turdim. Masalan, munchani tozaladim da bugun. Muncha tozalagan chog'da bizga eng jiq uchraydigan shu chashqu. Kecha munchadagi chashni tozalaymiz. Bugun ilk jiddiychilikda ilib toz qalatdim-da, axlatga tashlag'ili. Axlatga tashlay deblam to'xtab qoldim. Nima desa, ko'nib ketibdim. Cho'ng opam chashni axlatga tashlag'uzmaydi. Mayli qaysimizning chechi bo'lsin, mayli tag'aqti bo'lsin yoki ash munchalarda bo'lsin, yig'ib bir xaltaga salatida uni xaltaga sap bo'lgandan keyin yoki o'zi yoki boshqalarimizga deb turib, buk o'sgan daraxtlarning ostiga ko'madigan odati bordi. Chechinlar yaxshi o'sadi deb qo'yatdi-da. Balkim ko'nilik deyishinglar mumkin, xurofiylik deyishinglar mumkin. Men buni xurofiylik deb tushunmadim. Balki shu zamon kishilarining o'z badanidan tushgan narsalarni xohlagancha axlatga cho'rimasdan bir yerlarga chiroyli qo'yishi o'zini qadrlashning bir xil ifodasi ekan deb o'ylaydigan bo'ldim. Onundan başqa biz aldirash bir yerlardan kelgan vaqtimizda kiyimimizni sirtdan kirganda kiyimlarimizni shunday gilamning ostiga tashlab qo'yadigan ishimiz bor-ku yerlarga. Tashlasak xapulaydi-da. Sen o'zingni oyoq osti qilgandek nemishqa kiyimingni yeg tashlaysan. Kiyimni egizrak yega qo'y deydi. O'yratlar o'tib oyoqlarni egizgirak tizib qo'ysak, nemishqa dushmanni beshingga olgandek oyoq kiyimni belingning yuqori tarafiga tizsa, beldan egiz tarafga tizmaymiz, oyoq degan cho'qim pastda bo'lishi kerak deydi. Shu qadar diqqat qildi-da. Masalan, choy ichib o'tirib, non ushtagan chaqda non uvilib ketadi jo'zg'a. Uvilib ketgan non to'kilib ketmasin, chechilib ketmasin deb o'zimizcha manda qo'limizning kayni bilan ishtirib qolsak, tassida tegadi. Qo'lning dumbisi bilan nonni ishtiramsa. Non deganga hurmat qilamiz. Biz cho'qim qo'lning oldi bilan uni chiroyli yana bir qo'lingga tushirib turib, ayrim yerga qo'ysa, axlatkorlashib ketmaydi. Jo'zg'a non tizgan vaqtdami, ehtiyotsizlikdan birari dum tizilib qolsa, nonning yuzi yerga qarab qopti. Nemishqa nonni hijolat qilasan, nonning yuzi cho'qim ustiga qarash kerak. Ajoyib inchika har bir ish. Ammo shunda iditlik o'rgatganning foydasi bor ekan. Nimani nega qo'ydiganimni, nega qo'ymaydiganimni bilganligim uchun uydan to'yqsiz bir narsa izlashga to'g'ri kelsa, oson topaman-da. Mendaq yerda bo'ldi bu narsam, taxminan. Ko'nglimdan aniq aniqsan bor. Ammo mushta ish qilib bitib, shu cho'ng opamning gaplari esimga kelsa, bir suyunib ketaman. Ajabmi bir yaxshi mo'malarimiz bor ekan-ku, ajab suyumlik mo'malarimiz bor ekan-ku deb o'ylayman. Bizmi shundaq bo'lamiz-a? Bizmi shundaq bo'la olamiz?